alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Buxoroliksiz? Yo'q. Samarqandliksiz? Yo'q. Toshkentliksiz? Yo'q. Qashqadaryoliksiz? Yo'q. Voy. Vodiy tarafmikan? Namanganmi? Albatta. Namangan, gullar shahri. Oho, Namangan nas qayerdasiz ayt? Chust tumanidan. Qachon bordingiz Namanganga? Navruzda borgandim. Nimasini sog'ingan ekansiz? Qishlog'imizni, tumanimizni, Gullarini-chi? gullarini, ota-onamni, uydagilarimni, yaqin do'stlarimni. Mana o'zingizni uyingizda nechta gul bor? 15-20 tali gul bor. Onam rosa gulni yaxshi ko'radilar. Sizda ham mehringiz tushgan shu. Albatta. Gul har doim yashnab turish uchun unga nima berish kerak deb Unga o'ylaysiz? mehr berish kerak, suv quyish kerak vaqtida. Yaxshi, bugun sizni nima xursand qildi? Shu qizlar bilan aylanishga chiqib ketayotgandik, shu xursand qildi. Oxirgi marta kimga sovg'a bermoqchi edingiz, lekin bera olmadingiz? Onamlarga sovg'a bermoqchi edim. 28-mart kuni tug'ilgan kunlari edi. O'qishdaligim sababli bera olmadim. O'zi qizlar uchun eng zo'r sovg'a nima deb o'ylaysiz? Gul, albatta. Qanday gul? Gul. Endi hammani juda har xil-ku. Oxirgi marta kimdan gul oldingiz? Kursdoshlarimdan tug'ilgan kunimda. Tug'ilgan kuningiz qachon edi? 26-yanvarda. O'zi sadoqatli do'st nimada bilinadi har doim? Og'ir kuningizda bilinadi, har doim yoningizda turishadi. Siz ham sadoqatli do'stlarni qatoriga kirasizmi? Sizda ham mana shunday sadoqatli tuyg'ular kuchlikmi? Ha, shunaqa. Mana ularga og'ir kunida yordam beraman. Salbiy jihatlaringiz? Kimdandir xafa bo'lib qolsam, hech kimga gapirmayman. Dangasamisiz? Ha. Nimada dangasasiz? Hayotingiz davomida o'sha badiiy yoki jahon adabiyotida o'qigan eng zo'r asaringiz? Baxtiyor oila kitobini tavsiya qilaman. Men yaqinda o'zim o'qib tugatdim. Aniq o'qidingizmi yoki? Bunchalar zo'rsan.